Hurmatli akalar, bugun sizlar bilan patologichniy reykalarning assortimenti haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Optimasil taxta bazadan primoy videolar bo'ladi. Hozir hurmatli akalar, mana shu ko'rib turganingiz pachkalash jarayoni. Bu 37 ga 2 uzunligi 4 metrli reykalarimiz holatlari hammasi donali reyka bo'ladi. Hurmatli akalar, mana e'tibor berishingiz mumkin. Sifati juda ham chiroyli bo'ladi. Bu reykamiz hurmatli akalar 100% sasna qarag'ay yog'och Rossiyaning Belyar shahridan olib keltirganmiz. Kачествоsi juda chiroyligidan bo'ladi. Xo'p, bu tomonda doimiy mijozimizga 8 ga 3 uzunligi 3 metr razmerdagi taxtalarimizdan qilib berganmiz. Holatini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli akalar, 37 ga 2 uzunligi 4 metrli reykamizni mana shunaqangi ikki qatorlamali qilib pachkalashdi. Holatlari udaridan bo'libdi. Holatini ko'rishingiz mumkin. Pachkalangan holatdan keyin hurmatli akalar, bitta narsaga e'tibor berishingizni so'raymiz. Hech qanaqangi garbil abzal yo'q. Bu taxtani orqa tomoni, ya'ni orqa tomonni poddozlanmaydi. Aslan old tomonni poddozlanadi, bilasizlar. Bu orqa tomoni hurmatli akalar. Bu reykani narxi sizlarga qiziq bo'lsa, yo foydalanadigan bo'lsani, uyingizga ishlatadigan bo'lsani, yo tunkafon qiladigan bo'lsani, bemalol aloqaga chiqsana bo'ladi. Narx qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar hurmatli akalar. Xo'p, bundan tashqari hurmatli akalar, skladimizga biz 12 ga 2, 8 ga 2, 9 ga 2 razmerdagi lapsha taxtalarimizdan Rossiyaning Belyar shahridan olib keltirganmiz. Holati hammasiniki mana shunaqangi mayda ko'z, 100% sasna bo'ladi. Kedra, pixta, yel aralash bo'lmaydi. 100% qarag'ay sasna yog'och bo'ladi. Xo'p, hurmatli akalar, 8 ga 2 4 metrli, 9 ga 2 4 metrli, 12 ga 2 4 metrli, 11 ga 2 4 metrli, 10 ga 2 4 metrli lapshalarimizni hamma assortimentidan bor hurmatli akalar. Kimga qanaqa razmerdagi lapsha kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, bundan tashqari biz zavodskoy strapilali 5 metrli strapilali taxtalardan olib keltirganmiz. Mana shu hammasi 5 metrli strapilali taxta bo'ladi. Razmerlari bilan, polni xarakteristikasi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Xo'p, hurmatli akalar, zavod bergan birkasi bizga eksport bo'ladi, eksportga chiqqan bo'ladi. 3-sort yog'och, razmerlari 30 ga 125, uzunligi 5 metrli, sasna, pachkasida 288 dona, shtugi bu, kub anaqasi nima deydi? Metr kub. Kubasi hurmatli akalar 5 kuba 400 bo'ladi. Xafa bo'lmaysizlar, ozgina texnik nosozlik deydimi, shunaqa narsa bo'lib qoldi. Hurmatli akalar, bundan tashqari yana skladimizda shunaqangi polli taxtalarimiz ham bor. Bu 10 ga 2 uzunligi 4 metrli razmerdagi polli taxtamiz. Hurmatli akalar, buni ham narxi qiziq bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Mana shu hurmatli akalar, sizlar ko'rsatgan 5 metrli strapilali taxtamizdan Andijondan, Farg'onadan va O'zbekistonning 12 ta viloyatdagi akalarimiz ham polностью bizdan xarid qilishdi. Chotki narxlarda qilib berganmiz. Ko'pchilik biz o'zi основной asl taxta bazamizda optim savdo qilamiz. Ya'ni Andijonga, Farg'onaga, основной shu vodiyga, keyin voha tomonlagan polностью taxtalarimizdan qilib berib turamiz. Reykalarimiz yana pachkalash jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Kачествоsi udaridan bo'libdi. Hurmatli akalar, bular narxi optim narxda qilib ko'rsataman. Shunga kerak bo'lsa nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bu oldi tomondan ko'rinishi. Holatini tartiblarni qilib, chiroyli qilib pechatlari bilan beramiz. Premium kачествоda ham qilib beramiz. Zakaz qilsani bo'ldi hurmatli akalar. Bu yerda yana bitta razmerdagi reykamiz bor. 4 ga 2 razmerdagi hurmatli akalar, reykalarimizdan chiqqan holatini ko'rishingiz mumkin. Holatlari idealniy, kачестволari juda ham chiroyli. Sifati zo'r. 100% qarag'ay, sasna yog'och, patolog qiladigan, tunkafon qiladigan akalar bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu tomonda ham hurmatli akalar, lapsha taxtalarimizdan taxlab qo'yganmiz. 10 ga 2 uzunligi 4 metrli lapsha taxtamiz. Bu ham Belyarniki akalar. Hech qanaqangi garbil abzoli katta butoq umuman bo'lmaydi. Birga bir reyka qiladigan bo'lsa ham, xudo xolasa sinib ketmaydi inshaalloh.
kachistvalari zo'rdan bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari hurmatli akalar, sketkaga tushgan taxtalarimiz ham bor. Bilan ham sizlarni tanishtirib o'taman. 85 ga 1.8 razmerdagi Les Invest zavodi pachkali zavodskoy yo'g'ichi. Tevesdagi sarafanlarga e'tibor bermaysizlar, sal yaroqsiz holatga kelib qolgan, lekin taxtani o'zining sifati zo'r. Hurmatli akalar, bu sketkaga tushgan taxtamiz. Buni narxini ham cho'kkiga qo'yamiz. Chiqadianda xolis topolmaysiz bu narxda. Xo'p, bu yerda hurmatli akalar $300 dan mana shu taxtalarimizni $300 dan qilib beramiz. Bu 3 metrli. Xo'p, 10 ga 3 metrli, ya'ni eni 10 cm, qalinligi 3 cm, uzunligi 3 metrli. Xo'p, bu yonidagi mana shu ikkita pachka bo'lsa 15 ga 3 metrli razmerda. Buni ham $300 qilib beraman. Xo'p, bu yerda hurmatli akalar 12,5 ga 3 metrli. Buni hurmatli akalar, mana oldiga qarab baho bermani. Tevalar mana qanday butoqsiz, 100% safna yog'och bo'ladi. Ustiga chiqib unda xolos ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Usta ham videoga olib, ham o'zim gapirganim uchun ozgina sложныйroq bo'libdi. Mana ustilarni ko'rishingiz mumkin. Kачество zo'r bo'ladi, hurmatli akalar. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu tomonda 10 ga 3 metrlilarimiz bor. eBayda hurmatli akalar. Hozir yana ko'rsataman sizlarga. Videoni uzmasdan polностью ma'lumot sizlarga berib o'tishga harakat qilibdiman. Shuning uchun bitta like bosib qo'ying, asl taxtaga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqangi zo'r kачестводagi taxtalarni ko'rib, polностью tanishib turasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, bu yerda 19.2 ga 4,5 ga razmeri, zavod bergan razmeri, chiqish razmeri 19,5 ga 48, uzunligi 3 metrli zavodskoy taxta bo'ladi, akalar. Hunarmand akalar ham bemalol aloqa qilsa bo'ladi. Holat mana shunaqangi cho'tkisidan bo'ladi. 100% sasna yog'och bu ham, hurmatli akalar. Kimga kerak bo'lsa yoki narx qiziq bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, bundan tashqari skletimizda qalintkashlarni ko'rib turibsizlar. Apilkalar ham bor. Apilka endi o'zimiz shu bir dona stanogimizdan chiqadi apilka. Xo'p, laga va to'singa hurmatli akalar, sizlarga ma'lumot berib o'taman. 10 ga 5, 15 ga 5. Yo'q, 15 ga 5 tugab qoluvdi. Xo'p, 10 ga 5 hurmatli akalar, razmeri 12 ga 5, 18 ga 5, 20 ga 5 razmerdagi lagali to'sinli taxtalarimiz bor. Holatini ko'rishingiz mumkin. Sifati bu ham juda chiroyli, kачество zo'r. Bu ham 100% sasna yog'och. Lagaga qisani doda chiqadi, mana shu cho'tkisidan chiqadi, akalar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, bundan tashqari bizda mana bunaqangi shpuntoviy taxtalarimizdan ham bor. Bu haqda ham sizlarga ma'lumot berib o'taman. 10 ga 3, uzunligi 3 metrli taxtamizdan chiqqan, qolgan razmeri 9,5 ga 29 qolgan. Holatini ko'rish turibsizlar. Qaralari juda ham chiroyli. Sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar o'zingizlar. Kачестволari bu ham cho'tkisidan bo'ladi. Bundan tashqari hurmatli akalar, Les Invest zavodda 4 metrli lapshalari. Bu yerda hurmatli akalar, eng ozon lapshalarimiz bor. 75 ga 1.8 ga razmerdagi lapshamiz. Holatini ko'rishingiz mumkin. Sifati juda ham chiroyli. Bularni optim narxlarda qilib berganmiz. Bu 75 ga 1.6 razmeri, bu 75 ga 1.8 razmeri. Bulardan sizlar xohlagan количествоda bor. Polностью o'zimiz zavod bilan prямой holatda ishlab, prямой связьda olib kelamiz. Качествосini akalar dahshatidan qilaveramiz. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hurmatli akalar, bundan tashqari strapli, polli, lagali, qisqasi qurilishda ishlaydigan qanaqa razmerdagi taxta kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Bu tomonga ham 6 metrli strapli taxtalarimizdan tushirib qo'yganmiz. 11 ga 3,5 razmerdagi. Kачествосini cho'kkisidan bo'ladi, hurmatli akalar. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Akalar, sizlar Rossiyada bo'lsani yoki mana qo'shni davlatlarda bo'lsani, yo chet elda bo'lsani, qurilish qiladigan bo'lsani,
qayerdan ishonchli, sifatli taxta xarid qilish bilmay turgan bo'lsangiz, men asl taxtani sizlarga maslahat beraman. Puli yetib borgandan keyin pulini uydan berib yuboraverasizlar. Shunaqangi zo'r sifatli yog'ochlardan chiqarib beramiz. Aytgan narsamiz xudo xolasa sizlarga yetib boradi, akalar. Kimga qanaqa razmerdagi taxta kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaveringlar. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.